Assalomu alaykum. Dasturchilarda Cherry Pick, ya'ni Git mavzusi bo'yicha intervyuda savollar bo'ladi. Shu yuzasidan bir to'xtalamiz, ya'ni Cherry Pick qanaqa ishlashi bo'yicha. Gitni o'zi qanaqa ishlaydigan deydigan bo'lsak, Gitni ma'lum bir o'zgarishlarni ketma-ketlikda saqlab va ularni ma'lum bir tochkaga qo'yganingizda, ungacha bo'lgan o'zgarishlarni hammasini yig'ib, sizga ma'lum bir kod ko'rinishiga keltirib yoki ma'lum bir obyekt ko'rinishiga keltirib, sizga ko'rsatib beradi. Shu narsa Git. Aytaylik, siz nimadir qo'shdingiz va ana shu qo'shgan nimangiz butun bir proyektni o'zgarishini olmaydi. Shunchaki oxirgi o'zgarishni ID'sini olgan holatda nima o'zgartirgan bo'lsangiz, shuni saqlab qo'yadi. Va undan keyingi o'zgartirishingiz bundan oldingi o'zgartirishingizni ID'sini olib, unga saqlab qo'yadi. Aytaylik, siz ikkita qator o'zgartirgan bo'lsangiz, faqatgina ikkita qator saqlaydi va undan qolgan narsani undan oldingi narsaga beraveradi. Ya'ni shunaqa qilib, dumini-dumiga ulagan holatda umumiy bir kodni sizga shakllantirib beradi, branchdan branchga o'tganingizda. Demak, shundan tushunishimiz mumkin. Branch bu umumiy kod degani emas. Misol uchun main yoki stage branchlari bu alohida katta kod degani emas. Bu shunchaki o'zgarishlarni koordinatasi. Aytaylik, bizda 9 ta o'zgarish bor va developmentimiz 9-o'zgarishda. Chunki hamma yangi narsalar shu yoqqa chiqadi. Main, ya'ni productionda turadigan kod esa 5-o'zgarishda turibdi. Ya'ni 5-commit deylik shuni. 5-commitda turibdi. Qachondir biz devdagi narsalarni mainga chiqarib olish kerak degan bo'lsak, mainni tochkasi 5 ta turgani uchun development 9 da turibdi. 6, 7, 8, 9-chilarni ham ularga qo'shgan holatda maindagi, ya'ni koordinatani 9-commitga olib qo'yamiz. Shunda mainga kirilganda 9-commitdan boshlab yig'ib kelinadida umumiy kod chiqarib beriladi. Cherry pick nima degani? Cherry pick nima desa bo'ladi? Olcha terish degani, ya'ni o'rtadagi o'zgarishlarni terish. Commitni terib olishimiz mumkin. Aytaylik, bizda 6-o'zgarish bilan 7-o'zgarishda bizda bagsiz yaxshi ishlagan kod chiqarildi, feature chiqarildi va ana shu feature'ni o'zini chiqarib olish kerak. Shuning uchun cherry pick ishlatiladi. Buni ikkinchi yo'li bor. 8, 9 larni va 7 ni revert qilib yuborish mumkin. Lekin u boshqacha mavzu. Xo'p, hozircha cherry pick bilan gaplashadigan bo'lsak, bizga faqatgina kerakli bo'lgan o'zgarishni kodimizga qo'shib olish mumkin degani. Men bu yerda bitta proyekt sozdat qilgandim. Ya'ni bu nima? Developmentda turibdi, aytaylik. Initial comment bu proyekt run bo'lgani, home page, about, profile. Profile page'ida muammo bor, uni chiqarib bo'lmaydi va bizga menejer aytyaptiki, about page bilan home page chiqishi kerak deyapti. Demak, bunda nimani qilamiz? Mainni tekshiramiz. Mainda nima bor? Mainda initial bilan home bor. Demak, mainga faqat about, ya'ni mana shu yerda turgan commitni o'zini olib olishimiz kerak. Ya'ni devni tashlay olmaymiz. Devni tashlagan bo'lsak, profil page'dan chiqib ketib qoladi. Shuni hisobiga aboutni o'zini olishimiz uchun buni commit id'si bor. Ya'ni bu yerda mana shu commit id'ni kopiya qilgan holatda kodga o'tamiz va main branchiga o'tamiz. Kattalashtiramiz. Main birinchi. Bu yerda about bilan profil page yo'q hali. Demak, nima qilaman? Cherry pick. Ya'ni bittasini olib olish. Va commit id'si ketdi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, about page qo'shildi avtomatik. Xo'p, buni endi run qilib ko'raman. npm dev. Yaxshi. Va bu yerda home page, about page, profile page. Profile page not found. Yaxshi. Endi biz devga olib ko'ramiz. Shu main emas, developmentga olamiz. Va bu yerda profil page qo'shilib qoldi, ko'rishingiz mumkin. Agar profil page'ga kirsam, developmentdagi narsa ishlayapti. Endi men yana mainga o'taman. Bu 404 berishni boshlaydi. 404 va aboutga kiraman, about turibdi. Shunaqa qilib cherry pick qilinadi. Endi hozir men buni push qilaman. Xo'p, push ketdi va bu yoqqa kiraman va endi men mainga o'taman. Mainga o'tsam, mana bu yerda yozib chiqdi, about page qo'shildi. Ya'ni shunda biz bu yoqdan profil page'ni qo'shmadik. Va bu yerda biz revert qilishimiz mumkin agar about page'ni orqaga qaytarishimiz kerak bo'lsa. Lekin revert alohida bitta commit bo'lib qo'shiladi. Qaysiki orqaga qaytarib turganda, mana bu commitga kelganda uni o'qimasdan ketgan deb aytiladi. Misol uchun 6-chi, 7-chi bo'ldida 6-commit tatmin qilish kerakmi? O'sha kod yozildi, u 8-commit bo'lib tushadi. Shunda 8-commitga kelganda nima bo'ladi? 6-commitni o'qimay ketdi degan narsa bo'ladi.
Xo'p, shunaqa bo'ladi. Okey, tushunarli. O'zi Git shunaqa ishlaydi, ya'ni bo'laklardan sozdat bo'lgan, ya'ni tuzilma topgan bir ma'lum bir narsa. Agar savolinglar bo'lsa, bemalol Telegram kanallariga o'tib, kommentariyada yozib yoki YouTube'ga yozishingiz ham mumkin. Agar yoqqan bo'lsa layk, agar shunaqa videolar qiziq bo'lsa, subscribe bo'lib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.